Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bu yerda hozir Samarqandda Veterinariya meditsina chorvachilik va biotexnologiya universitetida qo'chqorlar bo'yicha ko'rgazma bo'lyapti. Aynan o'sha hisori qo'ylar zoti bo'yicha, buni o'sha hamma ko'rsatkichlari bo'yicha bo'lyapti. O'sha semizligi, naslliligi, hattoki o'sha hozir ko'ramiz, spermasini tekshirib, analizlarni qilamiz. Sovg'alar hammasi bor. Eng asosiysi ko'rgazma mutlaq g'olibi qo'chqorlar yo'nalishi bo'yicha 20 million pul mukofoti, birinchi darajali diplom, kubik. Xuddi shunday ko'rgazmaning mutlaq g'olibi sog'liqlar yo'nalishi bo'yicha ham 20 million pul mukofoti, birinchi darajali diplom hamda sog'liq bilan taqdirlanish belgilangan. Xalqda muammo bo'layotgan suv, birinchi bilan suv, yer. Buni o'zini alohida rivojlantirishimiz bu tema. Bu tema. Buni yopilmaydi. Yopilmaydi. Endi Qisqarishi mumkin. balki ustuvorroq bir nimasini topishimiz uchun seleksiya qilishimiz ham mumkin. Ularni bunga qo'shib yoki buni unga qo'shib. U hech kim hali garantiya bermaydi o'shani qo'shganimizdan albatta zo'r zot chiqib ketishini. Balki neudach bo'lishi mumkin. O'shanga qaramasdan harakat qilmasak baribir bo'lmaydi-da. To'ppa-to'p. Shuni u tomonni ham, bu tomonni ham men fikrim shunday rivojlantirishimiz kerak. Lekin buni hozir aytyapsiz-ku. Buni ham kamayib borishiga yer, suv, oziqa. Shu uchta asosiy masala yechilsa, buni ham rivojlantirishini yo'lga qo'ysa bo'ladigan narsa. To'ppa-to'p. Hamma narsaga ham shu asosiy kamchilik nima bo'lsa, shuni yechimini topsak, rivojlanib keladigan. To'ppa-to'p. Birgalikda qilamizda.